Darvozabonlar har o'yindan keyin qo'lqoplarni almashtiradilarmi yoki yillar davomida bir xil qo'lqoplarni ishlatadilarmi? Ko'pchilik buni etiklar kabi, ya'ni professionallar bir necha o'yindan keyin almashtirishadi deb o'ylaydi. Lekin qo'lqoplar bilan vaziyat boshqacha. Bir necha o'yin davomida chidaydigan etiklardan farqli o'laroq, qo'lqoplar sakrashlar, sirpanishlar va to'p bilan aloqa tufayli juda tez eskiradi. Shuning uchun Manuel Neuer yoki Thibaut Courtois kabi professional darvozabonlar maksimal ilashish va xavfsizlikni ta'minlash uchun ularni har o'yindan keyin almashtiradilar. Boshqa darvozabonlar yangilarni ishlatishdan oldin bir necha o'yin davomida eski qo'lqoplarni kiyishadi va keyin Lionel Messi kabi mutlaq istisnolar bor. U sof irim tufayli hatto yirtilgan va butunlay eskirgan qo'lqoplar bilan ham o'ynagan. Lionel Messining imzosi bir brend uchun soniyalar ichida millionlab daromad keltirdi. Garchi Nike unga birinchi ishongan bo'lsa ham. Lekin nima uchun u keyinchalik Adidasga o'tdi? Messi professional sifatida Nike poyabzalida debut qilgan. Shartnoma dastlab yaxshi ketayotgan edi, toki u qo'shimcha poyabzal, paypoq va mashg'ulot kiyimlarini so'ramaguncha. Uning otasi, shuningdek maslahatchisi ham so'rov yubordi, ammo Nike javob bermadi. Ular hatto bitta juft poyabzal ham yuborishmadi. Messining otasi butunlay e'tiborsiz qolganini his qilib, shartnomani bekor qildi. Messi darhol raqib Pumaga o'tdi. U yerda nafaqat $1 million shartnoma, balki so'ragan barcha narsalarini oldi. Nike uchun bu halokatli xato bo'ldi, chunki bitta e'tiborsiz qoldirilgan so'rov tufayli ular tarixidagi eng katta bitimni boy berishdi.